Jahongir Otajonov yoki Otabek Muhammad Zohid? Jahongir Otajonov. Sardor Mamadaliyev yoki Zohirshoh Jo'rayev? Endi Sardor bilan yaqinroqman, Sardor Mamadaliyev. Ma'ruf Nosirov yoki Mo'minlayev? Endi Ma'ruf ukamiz Navoiydan, Zemlyak. Shohrux reper yoki Shahriyar? Savollarni zo'r terib kelibsizlar-da. Shahriyar. Samandar Hamroqulov yoki Jahongir Foziljonov? Samandar. Sitora Farmonova yoki Oydin Yusupova? Sitora. Bobur Mansurov yoki Dilimi? Bobur Mansurov. Munisa Rizayeva yoki Lola? Munisa Rizayeva. Jaloliddin Ahmadaliyev yoki Doston Ergashev? Jaloliddin. Ummon yoki Benom? Benom. Yulduz Usmonova yoki Ozoda Nursaidova? Yulduz Usmonova. Rayhon yoki Shahzoda? Rayhon. Imron yoki G'aybulla Tursunov? Hamma yaqinlarni bir qilib qo'yibsizlar-da. Ijodi bo'yicha menga yaqinroq G'aybulla. Ulug'bek Rahmatullayev yoki Shohruxxon? Shohruxxon. Massa yoki Konsta? Savollarni keyin chotga terib qo'yibsiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Mayli, konsta bo'la qolsin. Bu so'nggi savolimiz edi. Tashrif uchun rahmat, rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Salomat bo'ling. Xullas, kalom tanlamaganlarni yomon ko'radilar degani emas. Bu prosta shou o'rtoqlar, sizlarning kayfiyatingiz uchun. Rahmat aka.